shu bosh hakami tushtagini chaldi. Dostonbek Mirzaraimov va o'yin boshlandi. Rayan Islomov, Saidafzalxon Ahrorov, Urosh Kozhich. Lokomotivning hujumi. Zarba berildi. Birinchi xavfli vaziyat OKMK jamoasi himoyachilari hozir chap qanotdan hujum tashkil etilmoqda. Oy, qanday vaziyat yuzaga kelyapti deb to'g'rilashyapti menga bosh hakam, uchrashuvning bosh hakami. Yaqin masofadan zarba berildi. Qarang, ofsayd yo'q ekan. Endi hakam vaziyatga yaqin turgan edi, shu bois ham bir narsa deyish qiyin. Ofsayd bormi? Lokomotiv jamoasi a'zolari himoyada xatoga yo'l qo'yishmoqda. Xavfli vaziyat yuzaga keldi. Markazga yetkazib berilganda bu yerda esa ofsayd yo'q ekan. Ofsayd yo'q ekan. Juda chiroyli tarzda Kucherenkani aldab o'tdi Abdurazzoqov. Siz u bizni kutib turibdi. O'sha Paxtakor bilan bo'lgan uchrashuvda 1-3 hisobda yutqazgandan keyin hozir yana bitta imkoniyat bor. To'pni yerga yetkazib beryapti. Lokomotiv jamoasi a'zolarida yaxshi imkoniyat. Tupliyev, Abduxoliqov. Yana mana biz ko'ramiz. O'tdi to'p bilan yiqildi. Himoyachidan o'tib ketgan ekan. Uyushtirilyapti va endi orqaga qaytishga ham ulgurish kerak. OKMK jamoasi a'zolari hujumda. To'p jarima maydonchasi ichida, darvoza bo'sh. Qani ko'ramiz. Uzatma ancha chiroyli Papava. Darvozabon to'pni qo'ldan chiqarib yubordi. Bugun ham yomon emas. Zateyev mana to'pni yerga yetkazib berdi. Temurxo'ja Abduxoliqov, yaxshi imkoniyat. Zarba to'p darvoza ustiga tegmoqda. Ikkinchisi darvozabon qaytaryapti. Qanday vaziyat ko'kka sovurildi hozir. Temurxo'jadan super pas. Lokomotiv ham hozir ikkinchi bor golga yaqin kelyapti. Mana qarang. Ko'rdi sherigini va uzatdi. 45-raqamda Neshich. Mana bu futbolchilar turib olganiga e'tibor bering. Aynan o'sha tomonga to'p yetkazib berilishi mumkin. Darvozabon to'pni qaytardi. Ko'rdingiz-a, hozir xuddi otasidek aylantirdi mana Mirjalol Qosimov. 3 karra bronza medali sohiblari hisoblanadi Lokomotiv. Qo'li bilan o'ynadi hozir. Qo'li bilan o'ynadi bu yerda. Neshich. Diqqat qilamiz. Mirjalol Qosimov. Zo'r pas va darvozabon. Ofsayd bor ekan bu yerda. Yaxshi imkoniyat. Temurxo'ja to'pni sheriga qoldirdi. Raimovdan zarba. Tupliyev. To'p jarima maydonchasi ichida. Raimov darvoza bo'sh, gol. Gol. Lokomotiv uchrashuvda hisobni ochyapti va Sardor Mirzayev vaziyatdan unumli foydalanib ketmoqda. Qanday chiroyli kombinatsiyani amalga oshirishdi hozir Lokomotiv jamoasi a'zolari. Albatta Muhammadali Raimovga. Mana Tupliyevdan uzatma. Raimov kirib boryapti va zarba bermayapti. Pas ijro etmoqda va gol. Bu chiroyli kombinatsiya. Himoyachilar bo'sh qoldirishdi Sardorni. Sardor Mirzayev esa oyog'ini qo'yishga ulguryapti. Tupliyev, Raimov, Mirzayev kombinatsiyasi darvozani ishg'ol qilishi bilan yakunlandi. 0-1. Bilol Tupliyev jarohat olgan ko'rinadi. OKMK esa hujumni davom ettiryapti. Bosh bilan zarba. To'p jarima maydonchasi ichida. Xavfli vaziyat va gol! Juda chiroyli gol. Avazbek O'lmasaliyev vaziyatdan unumli foydalandi. 1-1. Qarang qanday burchak zarbasini amalga oshirishdi. Mirjalol Qosimov kimlarni maydonga tushirdi? Kimlar hal qilib ketyapti bu vaziyatda?
Fabio Cannavaroning xursandchiligi. Ajoyib uzatma. Mana yana bir bor ko'ramiz. Saidafzalxonga e'tibor bering. To'pni so'rayapti, to'xtatdi va yuqoridan bu yerda esa Avazbek O'lmasaliyev raqib darvozasiga to'pni kiritib hisobni tenglashtirmoqda. 1-1. Ajoyib uchrashuv. Fabio Cannavaroga yoqayotgan bo'lishi aniq. Bu yerda endi himoyachilarning ham bo'sh harakati, sust harakati, raqibni ushlab qolishga harakati, to'pga emas, raqibni to'xtatib qolishga bo'layotgan harakati pand berdi. Chap qanotga qarshi hujumga o'tib ketishi mumkin. Ko'pchilik bo'lib oldinga qarab borishyapti. Imkoniyat bor. Hujum davom etadi. Uzoq masofadan zarba, darvozabon o'z o'rnida. 54-daqiqada Sardor Mirzayev hisobni ochgan bo'lsa, 72-daqiqada O'lmasaliyev hisobni tenglashtirdi. Lokomotivning hujumi. To'p jarima maydonchasi ichida, zarba. Bir o'yinchidan o'tdi hozir. Qanday o'tganligiga e'tibor bering. Zo'r o'tdi. Hujum davom etadi. Neshish to'p yana jarima maydonchasi ichida, xavfli vaziyat. Abrayev ketma-ket vaziyatlar yaratyapti. Abrayev kirib bordi. Yana o'sha gap do'stlar. Faqat aynan Yo'ldoshev bu yerda, mana bu yerda esa xato. Lokomotiv jamoasi a'zolari to'p bilan. Ivanov yana uzoq masofadan zarba va darvozabon to'pni qaytaryapti. To'p unga qaytib kelgandan keyin bir qaradi, nima qilishni bilmay qoldi. Va keyinchalik uzoq masofadan turib to'pni darvoza tomon tepdi. Ivanovdan uzatma, bosh bilan zarba. Hech kim ochilmadi, to'p jarima maydonchasi ichida, zarba. Yana bitta zarba, uchinchi zarba, gol. Gol. 3 marta zarba berilyapti. Lokomotiv jamoasi a'zolari faqatgina tomoshabin bo'lib turishdi. 3 marta zarba berildi do'stlar. 1, 2, 3 marta. Abdurazzoqov OKMK jamoasiga juda muhim g'alabani keltirishi mumkin. 2-1. Keling ko'ramiz. Mana birinchi imkoniyat berib qo'yishdi, bosh bilan zarba. Rikoshetdan so'ng qaytarildi. Ikkinchi zarba Toyirov, uchinchi zarba Abdurazzoqov. Faqatgina tomoshabin vazifasini bajarishda Lokomotiv jamoasi a'zolari. E'tibor bering, xo'p, kim boradi? Qani o'yinchilar? Bu yerda Toyirovga qanday qilib imkoniyat berishyaptiki, zaxiradan maydonga tushgan Shahzod Toyirov ishtirok etyapti. Abdurazzoqov esa o'z maqsadiga erishdi. 15 ochko bilan 5-o'ringa ko'tarilib olar ekan. Anzur Ismoilov biroz oldinroqqa o'tdi va Lokomotiv hujumga o'tyapti. Ko'pchilik bo'lib borishyapti. Yaxshi imkoniyat. Temirxo'ja, zarba kerak. Zarba Ivanov. Hujum davom etadi. Temirxo'jadan zarba, darvozabon to'pni qaytardi. Ilyasov to'pni ushlab oldi. Mana shunaqa. Javohir Ilyasov mana bu vaziyatda ketma-ket. Ivanov bilmadim nima uchundir to'pni balki sherigiga qoldirish kerakmidi. Temirxo'janing zarbasidan so'ng esa darvozabon yaxshi o'ynadi bu yerda. Va vaqt tugadi. Qo'shib berilgan 5 daqiqa tugadi. Bu Mirjalol Qosimovning g'alabasi. To'g'ri, OKMK 3 ochkoni qo'lga kirityapti. Lekin tajribali mutaxassis Mirjalol Qosimovning mana shu futbolchilarning almashtirishi, bu menimcha bu hamma qo'shilsa kerak bu fikrga. Sentokuning kimlar maydonga tushgan bo'lsa hammasi o'yinni kuchaytirib bera olishdi. Bu gollarda ishtirok etishdi.